Birinchi yil o'qishga kira olmaganimdan keyin bitta sinfdoshim 1 yil vaqtimiz bekor ketmasin, keyingi yil sentyabrgacha shu biznes maktab bor ekan, shu yerda o'qib turaylik, men topdim, borasan men bilan, bitta o'zim o'qimay degan. Keyin o'zim o'sha oliy o'quv yurtiga topshirgan hujjatlarimni olib, o'tkib olib topshirganman. Shunda yo'nalish sog'liqqa tortish yo'nalishi bo'lgan. Bu yo'nalish endi 1 yillik o'qish bo'lgandan keyin sentyabrdan maygacha o'qish, shundan keyin diplom olib chiqib ketish. 1 oylik o'rtasida praktikasi bo'lgan, ya'ni amaliyot o'tish kerak bo'lgan. Amaliyotda soliq yo'nalishi bo'lgandan keyin har bitta tumanda bittadan soliq inspeksiyasi bor. Shu soliq inspeksiyasiga borishimizni aytishgan. Boshqa tashkilotlarda soliq yo'q, to'g'ri, hisob o'sha buxgalteriyasida bo'lishi mumkin, lekin unda bilmaganman shunaqaligini. Chunki endi o'qidingiz shu yo'nalishda, endi bildingiz soliq borligini. 98-yil keyin o'sha moliya biznes maktabiga topshirdim. Amaliyotga borishim